Eron Islom Respublikasi baliq yemlarini ishlab chiqaruvchi korxonaga kelganman, Mash'ad shahrida. Ya'ni alon kor 1 2 3 4 5 buyog'i bu sortlari. Bu yem bilan shug'ullanadiganlar biladi. Shular so'raganlar uchun kelganman. Bu juda katta kompaniya. Hamma mahsulotni biz aytganingdek qilib yetkazib bera olamiz, mahsulotimizga javob beramiz deyapti. Bu soha bilan shug'ullanadiganlar aloqaga chiqinglar. Telegram nomer qo'yganman Instagram profiliga, shunga baliq bo'yicha desangiz aloqaga chiqib javob berishadi. Qilib yurgizamiz, O'zbekistonga istalgan miqyosida, ob'yomingda yetkazib beraman deyapti. Men o'zi oldinlari O'zbekistonda bir 5-6 yil Shurut Shulxa olmoqda yem bilan shug'ullanganman. Bu soha bilan puli yaxshi ish pul qilganmiz paytida. Shug'ullanadiganlar, baliqchilar bo'lsa, aloqaga chiqinglar, yurgizamiz. Buni zavodiga, korxonasiga bormoqchi edim bugun. Shaharning ichidamiz hozir, yo'llar juda tirband, yomon bo'lib ketibdi, qor bo'lib. Bora olmadik, mana bu ofisda bugun shartnoma qilyapmiz, gaplashyapmiz, to'g'ri hisob-kitob summalarini. Imенно shug'ullanadiganlar bo'lsa, bularga price narxlarini chiqarib beramiz. Qilib yurgizamiz. Vasilar omadli bersin.